Farhod M12 taqdim etadi. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar, bugun men yana o'zimni O'zbekcha va O'rta Osiyo va Osiyo film plastinkalarni tanishtirib o'tishda davom etaman. Yana yangilari kelib qolgandi, shularni tanishtirib o'tay degandim. Izohlarda, kommentariyada kimda shunaqa film plastinkalar bo'lgan yoki bor haligacha shuni ham yozib ketsanglar bo'ladi va kerak bo'lsa bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Shuningdek, videoni shunaqa film plastinkaga eshitgan do'stingizga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Videoga like boshlanglar, demak boshladik. Tamara xonimning video plastinkasi inglizcha chiqqan ekan. Muhabbat Shamayevani video plastinkasi yaxshi holatdagi plastinkalar. 85-yil 83 chiqqan ekan. Qaldirg'och shular raqs ansambli ekan. Terma qo'shiqlar ekan. 83-yilga ekan. Xo'sh, ishni tartib ketdik. Qilichbek Tojiyev, mening baxtim kimligini bilsa kerak. Allohjon madalik ustozi o'g'lini shuni nomiga qo'ygan bizda 84-yil chiqqan ekan. Bu avvalambor bor edi. Bu sha'niga tojikcha istalib qo'shiqlar yaxshi holatda uchun ko'rsatib ketaman. Bu Sanabora xonimni ham bor edi, eslasanglar, kichkina plastinka. Ilyos Malayev kuylaydi, kichkina video plastinkasi. Estradni qo'shiqlar bular. Bahodir Bakirov 83-yil chiqqan ekan. Nasiba bilan o'tgan safar ham oldin videoda ko'rsatganman plastinkalarni. Yillarni aytmagan bo'lishim 84-yilgisi ekan bu. Bu ham 84-yilgisi. 84 juda sirmoqsi bo'lgan ekan 84-yil Nasiba bilan uchun. Javohon Rahimov muhabbat madhi deb nomlangan kichkina video plastinkasi ekan 82-yil chiqqan ekan. Hoji Barhamid o'tgan safar ham ko'rdim. Sog'indim seni. Faxriddin Umarov ekan bu. Bitta qo'shiq kichkina plastinkasi Sulton Murod Samandarov kuylaydi. Kichkina video plastinkasi ekan 82-yil chiqqan ekan. Kamol Rahimov o'tgan safar ham bor ikkitadan ekan. Xo'sh, ular Gay ansambli. Boshqa ham Gay ansambli ekan. Xo'sh, mana o'rta razmerli video plastinka, 10 razmer deyiladi. Gram deb ataladi. Masalan, kattasi gigant va minion deyiladi, kichkinasi. Aytib ketish shuni ham. O'zbek xalq qo'shiqlari ekan, terma ekan. Xo'sh, Askiya bayroqlari. Askiyalar har xil. Buni siz deyishadi. Shuna qiziqchi askiyalar. Ortiq Otajonov bu ham o'tgan safar aytdim. 10 razmerli askiya bayroqlari keti ekan. Jo'rabek Namiyev tojikistonlik qo'shiqchi, o'zbek tilida aytilgan qo'shiqlar ekan. Kamol Rahim intizor boshqacharoq konvertda chiqqan ekan bu. O'tgan safar tanishtirganman. Bu xincha plastinkalar. Sinalgan bo'lgan noyoqroq xincha plastinka. Musiqalar bitta ham sinalgan bo'lganiki. Toza xincha plastinkalar ham Yusuf Ojrachka Farhod M12 boshlangan ekan. 7-yil kinolardan film stepda. Xincha plastinkalar, Ojrachka Pro'lar. Kinodan shekilli, Kesihon. Bu ham hits from Russia. Hitscha. Yo, mana Ma'murjon Uzoqov film plastinkasi 3-выпуск ekan. Ahmadjon Shukurov Bahorov deb nomlangan. O'tgan safar ham tanishtirgan. Oldingi videoda o'zbek xalq qo'shiqlari terma ekan bu. Kamol Rahimov bu 88-yil chiqqan. Bu Baxtiyor To'laganov muhabbat nomlangan. Plastinka 86-yil chiqqan. Turob To'lani she'rlariga yozilgan qo'shiqlar va 87-yil chiqqan.
Tabassum bitta qiziqchilik, intermediyada satirik va yumoristik qo'shiqlar ekan bitta. Xo'sh, Fattoxon Mamadaliyev vinil plastinka 87-yil chiqqan. Bahriddin Umarovniki vinil plastinka 81-yil chiqqan ekan. Xayrullo Lutfullayev Pul sanam nomli albom ekan, 83-yil chiqqan. Xo'sh, Hamza Hakimzoda Niyoziy lirikasi ekan bitta. Bu Ozarbayjoncha Emin Sobit o'g'li. Mana so'zlar yozgan Zaynab Xonlarova kuylari ekan. Zaynab Xonlarova ekan, 81-yil chiqqan. O'zbek musiqasi merosidan musiqalar yo'proq termilisiga bo'ladi. Ikkitalik. Xo'sh, O'rinboy Nuraliyev Sanam deb nomlangan vinil plastinkasi 83-yil chiqqan. Jo'rabek Suraxon Sultonov boya kichkina vinil plastinkasi, bu esa katta vinil plastinkasi ekan. 50-yillar zapisi ekan o'zi. Jo'raxon Sultonov adashtiribman, o'zi bu boyagi Jo'raxon Rahimov birinchi hofizlarimizdan Ma'murjon Zohid ustozi. Toshbolta Oshiq teatri vinil plastinkada. O'rinboy Nuraliyevga yana boshqacharoq konvertda chiqqan ekan. O'zbek to'y va to'y qo'shiqlar va kuylari ekan, boshqacharoq konvertda ekan. Xo'sh, va so'nggisi Shuhrat Hoshimov kuylaydi. Biz Nasib Abdullaning Yo'proq plastinkasi ham Tuyg'ular tanho degan qo'shiq bor, 88-yilga yaxshi holatda. Davom etamiz. Navo ansamblini kichkina vinil plastinkasi yangi holatda hali qo'yilmagan. Bu Orayro ansamblini vinil plastinkasi. Rasul Gamzatov stixi pesni she'rlari musiqalariga yozilgan qo'shiq ekan, 91-yil yozilgan ekan. Ikkitalik plastinka ichida bu Astudiya Qozog'iston gruppasi Julia deb nomlangan albomi 91-yil chiqarilgan ekan. Xo'sh, bu ikkitalik vinil plastinka SSR millatlarini qirg'izcha, qozoqcha, latincha, tojikcha bitta aralashida ikkitaligida mana ikkisi bor. Fincha ham bor ekan, belaruscha, o'zbekcha. SSR millatlarining qo'shiqlari, tal qo'shiqlari. Bu esa Muxtor Ashrafiy Serse poema poeta 1912-yil. Bugungi vinil plastinkalar shulardi. Keyingi video obzorlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Yaxshilari hali oldinda bizlarni kuzatishda davom eting.